Men bozordan chiqyapman. Boramiz dachaga. O shoshmang aka. 2 kunda qaytaraman deb 500 ming oluvdingiz. 2 oy o'tib ketdi-yu, har kuni yuzga qatlayman, patinkalarim yirtilib ketdi-yu. Har kuni telefon qilaman, ko'tarmaysiz. Har kuni SMS yozaman. Unaqa emas-da aka. Men qara, shu arzimagan 500 mingni deb shunchalikka bordingmi? Menga qara, o'sha 500 ming pul bor-u. 1 soatda yo'q, bir deganda olib kelib beraman. Lekin shu 500 ming pul oramizda bor ekan. Sen menga telefon qilib turibsan. SMS yozib turibsan. Xabar olib turibsan. O'sha 500 ming pul bizni oqibatimizni ushlab turibdi. To'g'ri aka. Uzr ko'nglingiz ortgan bo'lsam. Ha, shundoq. Topganingizda berarsiz. Hey ukam. Yana 200 ming berib tura olmaysanmi? 2 kunda qaytaraman. Jo'ralarim mujik, jo'ralarim kurtoy